Assalomu alaykum do'stlar. Bugun 15-yanvar do'stlar. Olma kesish jarayonini ham ko'rsatib boramiz. Boshlari xudo xolasa 2 gektar olma bog'ida kesish jarayonini ko'rsatamiz. Videomiz qiziq bo'lsa, orqacha kuzating. 2025-yil 15-yanvar sanasida Silniy Ro'z payvand tagida o'zimizning mahalliy so'x go'zali olmasi, e'tibor berib ko'rishlaring mumkin. Bu yerlarda 45 gradusga 90 gradusga yotqizilgan shoxlar bor. Shoxlarda yotqizish vaqti odatiy holatiga qarab, agar pastki shoxlar 90 ga ko'tarilgan sari 45 ga yotqizib borganingizda o'sish tubdan o'zgaradi. Mana ko'rishlaring mumkin, juda ham meva ko'ktaklar ko'p shakllangan. Bularda hozir o'sish darajasi 15-20 sm gacha bo'lgani uchun bularni orasidan seriylashishni maslahat bermayman, chunki bularni olganingizda bu olingan shox, aytaylik bu shox olib tashlandi. Bitta shox olingandan keyin har doim bilamizki, bitta shox olinganda yonidagi ikkinchi shoxga kuch kelishni boshlaydi. Bunday holatda shox olishni maslahat bermayman, faqat kuchli o'sayotgan shoxlarni va oraliqdan yengil pastlatishni maslahat beraman. Sabab bu holatda qo'lda seriylatish yoki sepilib seriylatidigan preparatlardan foydalanib seriylashni maslahat beraman. Aynan shu holatda bu yuqori natija beradi. Xo'p, hozir buni kesish ishlarini olib boramiz. Buni olamiz. Bu yerda mana hammasi o'ziga alohida o'zining lider shoxlaridan iborat. Juda ham kuchli o'sishni boshlagan shoxlarni olamiz. Sabab quyosh nurini ichkariga kirishini to'sib qo'yadi. Bu tomonda liderga raqobatchi. Endi egim usulda tarbiyalanganda ham shoxlar ko'payib ketadi. Aytaylik, mana bu yerda 3 ta, bu tomonda 5 ta bo'lib ketgan. Shu sababdan oradan bitta dalni olib boramiz. Ko'rishlaring mumkin, bu shox yonga kerak emas. O'syapti. O'zida meva bor. Yengil qaytaramiz, chunki bu Silniy Rozda o'suvchanlik juda ham baland bo'ladi. Shu holatda mayda ba'zi bir suruqlarni olib qo'yiladi. Bu yerda meva odatidan ko'proq bo'ladi, lekin buni mevani qo'lda siyratib bemalol ozaytirish mumkin. Keyingisiga o'tamiz. Ba'zi holatlarda 90 gradusga bugilganda ham bunaqa suruq nudalar ko'payib ketadi. Bularni hammasi ham olinmaydi, orasidan olinadi, chunki bu ham juda ham sifatli meva beradi. Reski birdan tubdan qaytarib olishni maslahat beraman. Qo'lingiz yetadigan joygacha bo'lgan suruq nudalarni olib tashlash kerak. Sabab bular bu yoqdan kelayotgan ozuqani so'rib olishning hisobiga shoxning uchiga kuch yetib bormasdan mevalar juda ham mayda bo'lib qoladi. Yo'lga chiqyapti. Daraxt yoshiga to'lib borgan sari mevaga yotishi kuchayib, o'sishi pastlab boraveradi. Faqatgina u to'g'ri qaralgan usulda. E'tibor berib ko'rishlaring mumkin. Shoxlar yolg'izlanyapti, sabab bu yo'lga chiqib ketadi. Yolg'izlab borishdan maqsad shoxdir. Mevalarni imkon qadar hammasini quyosh nuriga to'yintirib harakat qilishlarini maslahat beraman. Bu orada raqobatchi bo'lyapti. Bu yerda shoxlar juda ham qalinlashib ketgan. Lekin o'ta ham siyrak qilib olsangiz, bu olmani ham barcha meva turini ham qaysi vaqtda pishishiga ham juda ham katta bog'liqlik joyi bor. Chunki agar odatda saratondan o'tib pishadigan
meva turlaridan foydalanayotgan bo'lsangiz, shoxni u darajada kam qo'yib yubormasligingiz maslahat beraman, chunki oftob urish juda ham ko'p kuzatilinadi. Bu yerda ba'zi holatda shunaqa to'nga qo'yamiz, sabab chiqib terish uchun qulay bo'lish maqsadida. Bu shoxlar yonga ketyapti. Xudo olinadi. Bu tomonda manimcha ikkitalidir. Sillinos daraxtida ba'zi holatlarda liderlar sonini ko'paytirishga ham to'g'ri keladi, chunki sabab so'rovchanlik baland bo'ladi. Shu hisobdan liderlar sonini bu yerda ko'proq qo'ydik, lekin meva juda ham sifatli beradi.